Karchkani po'chog'ini qarab hayron bo'ldim. Tuxumday keladigan karchkalarni olib keldim. Archkaningizdan keyin yong'oqday bo'lib qolibdi. Qarasam, yarmini po'choqqa chiqib ketib qolibdi-da. Po'choqni unaqa qalin qilib artish shart emas-da. Uni ustiga keyin haligi go'shtni ham sal tejab ishlatamiz endi. Chunki go'shtni to'rtburchak qilib to'g'rasangiz ko'p ketib qoladi. Yappaloq qilib kesish kerak go'sht. Uni bilasiz-a? Telefoningizni oyijoningizga berib qo'yaman. Oyijoningizdan olasiz. Keyin siz kasalxonada ishlaysiz, shuning uchun sizga menimcha tushlik shart emas. Haligi dadajon, biz bemorlarga qilingan ovqatni yemaymiz. Yemaysiz? Yo, endi oldin qizligingizda yemagandirsiz. Endi yesangiz bo'laveradi. Yeverasiz. Endi siz o'ylang, arzimagan maosh olib uni har kun tushlikka ishlatsangiz, yo'lkiraga ishlatsangiz, yana taqir-tuqurlaringiz, balo-battarlaringiz, u o'zingizning maoshingiz o'zingizga ham yetmaydigan bo'lsa, g'alati-ku. Endi yana bir yo'li bor, mana kechqurungi ovqatdan ozgina o'zingizga olib qo'yib, ertasi shu tushligingizga olib ketsangiz ham bo'ladi. Bu yo'li ham bor. Plastik kartangizni menga berib qo'yish esingizdan chiqmasin. Endi shu yerda yashaganingizdan keyin siz ham ozgina hissangiz kirish kerak-da bu ro'zg'orga.